Bismillahirrahmanirrahim. Sura Tariq. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. As-samaa'i wat-tariq. Osmon bilan. Tariq, ya'ni kechida oshkori bo'lg'uchi yulduz bilan qasam qilaman. Ma adraka mat-tariq. Tariqning nemiligini bilamsan? Najmut-thaqib. U yo'ruq yulduzdir. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Har bir odam bilan shu odamni saqlovchi farishta bor. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Inson nemidan yoritilganligiga qarasin. Khuliqa mimma dafiq. U etilib chiqquvchi ma'nidan yoritildi. Yakhruju min baynis sulbi wat-tara'ib. U ma'ni umurtqi bilan qovrig'i so'ngining orasidan chiqadi. Innahu ala raj'ihi laqadirun. Shak shubhisizki Alloh uni asliga keltirishga, ya'ni tirildirishga qodirdir. Yawma tublas sarair. Sirlar oshkori qilinadigan kunda, ya'ni qiyomatda. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Uningdan, ya'ni insondan azobni dab'i qiladigan hech kuch va yordamchi yo'qdir. As-samaa'i zatir raj'. Yomg'irlik bulut bilan qasamki, Wal ardi zatis sad'. yerilib, giyohlarni undirib beradigan zemin bilan qasamki, Innahu laqawlun faslun. Qur'on shak shubhisiz haq bilan botilni ayiruvchi so'zdir. Wa ma huwa bil hazl. U chaqchaq emasdir. Innahum yakiduna kaydan. Ular, ya'ni mushriklar, Qur'onni yo'qqa chiqarish uchun haqiqatan hiyli mikr ishlatadi. Wa akidu kayda. Man ularning hiyli mikriga taqobil turaman. Famahhilil kafirina amhilhum ruwayda. Ey Muhammad, kofirlarning halok bo'lishiga oldirmag'in. Ularga ozroq muhlat bergin. Uzoqqa qolmay, ularga qandoq qilganligimni ko'rsan.